Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchi aka-ukalar, obunachilar, qo'yish kozlari, chaqirish kozlari va mana bunday Qozog'iston sarish kozlariga qo'ydi. Katta-kattamiz qolsa yetgan akalar. Men Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishloqida bugun sizlarga video syomkamizni boshqarib, chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlar yetkazib beramiz akalar. Sizlar like bosib kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lib turinglar. Xudo xolsa bugun narxni olib chiroyli qilib sindirib beramiz akalar. Qo'zlar Qozog'istonda qo'ylari 200 bosh yetgan vayda 60 tashlaydi xudo xolsa. Ertaga xudo xolsa abitga yunglarni olishlarga chiroyli qilib, sifatli qilib chiqaveramiz akalar. Yosh oilalar 5 oy 6 oylik qo'zlar, 6-7 oylik, bo'ylar 70-75. Bonus. Hammasi tikka dumba akalar. Hop, narxnavalarga kelsak 4 milliondan optimal ketaveradi. Sog'lom hammasi. Pilla olish bo'lsa 4 million 200 dan rasparadash ketaveradi xolos akalar. Hammasi sog'lom, mana dalada o'tib yuribdi akalar. Toza sinjin soylarni kiygan Qozog'iston. Soni 200 bosh. Kimga kerak bo'lsa shoshilib aloqa qilasizlar. Videomizda kamchilik bo'lsa yozib ketsalar, iloji boricha uni ham yo'q qilishga harakat qilamiz akalar. Bo'ylar haqiqiy yebishi zo'r ekan. Like tirklatib bosib qo'ying akalar. Xudo xolsa chiroyli video syomka qilib beramiz sizlarga. Yoqqan sirtidan like bosib qo'yinglar. Hali ham ketmas. Like pulmas akalar. Bosqani yerimni bosib qo'yinglar, obuna qilmayapsizlar. Haqiqiy yirik-yirikdan yetgan.